Assalomu alaykum qadrdonlar. Toshkent havosini buzilish oqibatidan ko'pchilik elektr avtomobillariga qiziqish bildirmoqda. Ma'ruf Avto sizlarga sinovdan o'tgan eng sifatli bo'lgan mashinalardan biri BYD Son Plus chempion tavsiya qiladi. Tashqi ko'rinish shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 605 km full, diskasining razmeri 19 dyumli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashina ko'pchilikka manzur bo'lgan mashina. O'zbekiston xalqining ko'pchiligi bu mashinadan o'zi foydalanib ko'rishdi. O'zi bo'lmasa ham tanishlar haydab yurganlar bor, so'rasa aytadi. Mana ishlab chiqarilgan yili 2025-yil 9-oy. Eng full akalar. Mana ichki ko'rinishlarini ko'pchilik biladi. Men faqat narxini aytaman. Narxi 29500 ga baraka bo'ladi. Manzil Mirobod bozori, Dehqon bozorini to'g'risida kelishingiz mumkin. Narxini boshqalardan ancha arzon qilib beramiz.